Dembele, Mbappe, Olise, Harry Kane, Yamal bu mavsum oltin to'pni kim qo'lga kiritadi? Mana shu hozirgi paytgacha eng bahsli savol bo'lib qolyapti. Oltin to'p topshirilish marosimi esa 26-oktyabrda amalga oshiriladi. Keling sizlar bilan birgalikda mana shu nomzodlarni ko'rib chiqamiz. Undan oldin videoga like bosib, sahifamga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Unda men boshladim. Hozircha jahon chempionati ham muxlislar va jurnalistlarga aniq javob bera olmadi. Chunki hech bir futbolchi barcha tomonidan birdek eng munosib nomzod sifatida tan olinmayapti. Klub miqyosida sovrinsiz mavsum o'tkazganiga qaramay, Kylian Mbappe Yevropaning ikkinchi eng yaxshi to'purari bo'ldi va 42 ta gol urdi. U jahon chempionatida 10 ta gol bilan eng yaxshi to'purarga aylandi hamda mundiallar tarixidagi eng yaxshi to'purar unvonini 22 ta gol bilan qo'lga kiritdi. Boshqa tomonda esa Lamine Yamal bor. U Ispaniya bilan jahon chempioniga aylandi. Turnir davomida atiga bitta gol urgan bo'lsa-da, klub safida La Liga chempionligini qo'lga kiritgan va barcha musobaqalarda 24 ta gol hamda 12 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Yana asosiy nomzodlardan biri bo'lgan 2 nafar futbolchi bor. Birinchisi Michael Olise. U jahon chempionatining eng yaxshi assistenti, Chempionlar Ligasining eng yaxshi assistenti va Bundesliganing ham eng yaxshi assistentiga aylangan ilk futbolchi bo'ldi. Ikkinchisi Usman Dembele. U Chempionlar Ligasini yutdi. Turnirda 8 ta gol va 2 ta golli uzatmani amalga oshirdi. Shuningdek, Liga 1 chempionligini qo'lga kiritib, 10 ta gol va 7 ta assist qayd etdi. Jahon chempionatida esa u 6 ta gol va 2 ta assist bilan 4-eng sermahsul futbolchi bo'ldi. So'nggi yillarda oltin to'p masalasi bu darajada ko'p muhokama qilinmagan. Sizningcha ushbu sovrinni mavsum yakunida, ya'ni 26-oktyabr sanasida qaysi futbolchi qo'lga kiritadi? Izohlarga yozib qoldiring.